Arlotlar. Amir Joku va Amir Abbos Temuriylar davlatida eng nufuzli harbiy unvonlarni egallashgan. Umuman olganda bu urug' juda ham jangovar bo'lgan va hozirgi kunda biz arlotlarni Qashqadaryo hamda Surxondaryodan topishimiz mumkin. Qatag'on urug'i. Mahmud Qatag'on Balx hokimligida juda ham nufuzli unvonlardan bittasini egallagan. Ashtarxoniylar sulolasi Buxoro xoni Subhon Qulixon bilan juda ham yaqin bo'lgan. Hozirgi kunda biz umuman bu qatag'onlarni Toshkent va Jizzaxdan uchratishimiz mumkin. Durman urug'i. Xudoydod B Buxoro amirligining eng kuchli otabeylaridan va sarkardalaridan biri. Biz hozirgi kunda Durmanlarni Surxondaryodan va Buxorodan topishimiz mumkin. Ming. Ming sulolasi umuman Qo'qon xonlarining juda ko'plari minglardan bo'lishgan. Misol uchun Xudoyorxon va Amir Umarxon o'tgan safargi Nodira begimning turmush o'rtog'i va Namangan, Andijon va Farg'onada juda ham ko'p minglar mavjud. Jaloyir urug'i. Aynan Jaloyirlarni deb Temuriylar va Usmoniylar o'rtasida jang bo'lgan. Ungacha Jaloyirlar Temuriylar saroyida eng nufuzli mansablarni egallashgan. Jaloyirlardan Shayx Hasan Buzruk keyinchalik Jaloyirlar davlatiga asos solgan. Hozirgi kunda Jaloyirlarni biz Toshkent va Sirdaryodan uchratishimiz mumkin. Saroy urug'i. Saroylardan Amir Sulton, Amir Temurning eng ishonchli sarkardalaridan bittasi bo'lgan. Hozirgi kunda biz saroylarni Qashqadaryo hamda Samarqanddan topishimiz mumkin.